Assalomu alaykum akalar. Navbatdagi xudo xohlasa ertalabdan dushanba tongi hammaga xayrli, barakali, bu hafta chiroyli o'tsin. Bu akamiz ham Farg'onadan kelganlar. Toshkentda tirikchilik qilishadi. Bu mashina tuxum bo'yicha aka. Bedana tuxumlar bo'yicha. Aka, Oyatilla aka ko'ngildagidek? Ko'ngildagidek aka. Xudo xohlasa yoqdi ishlaring. Shundan keyin labosi bo'lib, shunaqa qilmoqchi bo'lsa, bemalol lider jamoasiga murojaat qilinglar. To'g'risini ayting, yana boshqalarga o'ylaganimdan a'lo aka. Hammasi to'g'ri. Ko'ngildagidek. Qo'shimcha qayta jihozlarni ham qilib berdik. Hamma yo'llar shumka, chexol, linoleum, video registrator, elektrika bo'yicha hamma ishlar, resorlar qo'yildi aka. Resorlar qo'yildi aka. Gazlardan shu yerda qo'yib berishaveradi. Hamma ish bitta joyda. Bitta joyda hamma ish bitta. Korona qolamadilar o'zlari, oldi tomonga forchka ochishadi shu sabab. Aka rozi bo'ling. Aka sog' bo'ling, salomat bo'lishingiz. Rahmat. Xo'p. Rahmat.